Chaqaloqlar qancha sut ichishi kerak? 1 oylik bola har ichganida 90-100 ml, kuniga esa 600 ml sut ichishi kerak. 2 oylik bola har ichganida 100-120 ml, kuniga esa 700 ml sut ichishi kerak. 3 oylik bola 150 ml, kuniga esa 800 ml sut ichishi kerak. 4 oyligida 900, 5-6 oyliklarida esa 1 litr sut qabul qilish kerak. 6 oydan katta bolalar og'irligining 8 dan 1 qismini sut yoki bo'lmasam oziq mahsulotlari ko'rinishida qabul qilish kerak. Masalan, farzandingiz 10 kg, 10 ni bo'lamiz 8 ga 1250. Bir kunda farzandingiz 1250 ml sut qabul qilish kerak. Bir marotaba qabul qiladigan sut esa 250 ml bo'ladi. 10 kunligidan 1 oylikgacha bo'lgan chaqaloqlar tana massasini 5 dan 1 qismini ichish kerak. Ya'ni farzandingiz 2,5 kg, 2,5 ni 5 ga bo'lasiz. Ya'ni 500 ml chiqadi. 500 ml ni bir kunda qabul qilish kerak. Buni 7 ga bo'lsangiz bir marotabada qabul qila oladigan sut miqdori chiqadi. Ya'ni 70 ml. 2 oyligidan 4 oylikgacha bo'lgan chaqaloqlar tana massasini 6 dan 1, 4 oyligidan 6 oylikgacha esa tana massasini 7 dan 1 qabul qilib oladi. Ya'ni farzandingiz 7 kg bo'lsa, 7 dan 1 1 litr bo'ladi. 1 litrni bir kunda qabul qilish kerak. Bu o'rtacha ko'rsatkichlar edi.